Fermerchi akalarimizga Optim traktorlarni narx-navosini yoritgani kelganmiz do'stlar. Hozir Belarus traktori, bundan tashqari shunday katta traktor deysizmi, mini traktor deysizmi, ular traktorlarimiz har xil traktorlar bor do'stlar. Bularimiz motori qanchalik, necha litr rasxod qiladi, nima vazifalar bajaradi deganlar uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Endi bir traktorlar haqida ma'lumot bersak. Xo'p, endi bir Belarus traktorida juda ommabop bo'ladi. Shundan bir qator ma'lumot bersak. Endi bu traktorlarimiz Belarus 82.1 oddiy most. Narxlari 340 million. 340 million bularimiz. To'ro balon tortadimi bularda? To'ro balon tortadi ularga. To'ro balon tortadi. Ya'ni konditsionerlarigacha bor-a? Konditsioner bor, magnitofon bor, xudo xolasa. Konditsioner, magnitofon hamma yo'g'i bor-a? Bu ham zo'r. 50 tezlikga chiqadi. Rasxodlari qanaqa buni endi? Bular 6 litr soatiga ichadi, xudo xolasa. Soatiga 6 litr ichadi. Ya'ni motori qanaqa motor bo'ladi bularda? Motorlari Belarusyan motorlari. Belarusyan motorlari, ya'ni original yaxshi motorlardan bo'ladi. Bu hammasi o'sha bir xil razmerda bo'ladi. Narxlari ikkosi bir xil. 82.1 oddiy most ikkosi ham. Bunisi bilan 82.1 balichniy most. Bu jitcha oldi mostda farqi bor xolos. Bu yaxshiroqmi bu yo nimarog'imi, arzonroqmi bu? Hammasi bir xil. Ikkosi ham, uchosi ham aslan bir xil. Faqat oldi mostda farq qiladi. Oldi mostda baquvvat ishlangan buni. Ha, buni baquvvatroq ishlangan ya'ni. Bu Belarusimiz qanaqa? Bu 1025.3. Aha. 110 ta ot kuchi. 510 million narxi bularni. 510 million narxi. Bularning narxi necha pul? Balichli most 355 million, oddiy most 340 million. 340 million ha. Endi mana traktor menga boshqacha ko'rinyapti ko'zimga. Bu qanaqa traktor bu? Bu Yuto kompaniyaning traktori 950H. Aha. Xitoy traktori. Xitoy traktori. Kultivatsiyaga moslangan, bo'yi baland. Bo'yi baland, kultivatsiyaga moslangan ha. Bu yana nima vazifalar bajaradi bu? Faqat kultivatsiya qiladimi bu? Kultivatsiya qiladi, to'g'ri sepadi. Ular hamma ishlar qilaveradi, xudo. 95 ta ot kuchi bularning. Hamma ishni qilaveradi. Hamma ishni qilaveradi. Rasxod qanaqa buni? Rasxodi. Rasxodlarda bularda 5 litr, 6 litr soatiga. 5 litr, 6 litr soatiga. Endi mana traktorlarimiz qanaqa? Bular eski traktorlarga o'xshagan ekan, fasonlari. 80X 3 g'ildirak traktorimiz. Ha, 3 g'ildirakli bular, ha. Narxlari 370 million bulardi. Bular ham o'sha kultivatsiya qiladi, hamma vazifani bajaradi, bular ham. Xudo xolasa. Bularda ham konditsionerlari bormi? Konditsioner bor, magnitofon bor, xudo xolasa. Albatta 100% hamma texnikalarimizda konditsioner bor. Ha, hammasida konditsioner bor ya'ni. Bunimiz qanaqa bular? Bular Belarus emasmi bular? Bular Belarus 892. Ha, 890. 90 ta ot kuchi. Narxi 385 million. 385 million so'm narxi. Bu ham o'sha to'rtta balon. Hammasini to'rtta balon tortadi. Hammasi tortadi, xudo xolasa. Bularimiz qanaqa? 952 Belarus .2'si narxi 395 million. 395 million so'm. O'sha hamma traktor o'sha hamma vazifani bajaradi. Faqat Xudo ot kuchiga qarab turib narxi o'zgarar ekanda. Juda ham zo'r. Bunimiz qanaqa endi bu katta? Yuto 1404. 140 ta ot kuchi. Narxi 540 million. 500 uchovi bir xil a? Uchosi Yuto kompaniyaniki, bu 130 ta ot kuchi, bunisi 110 ta ot kuchi. 110 ta. Ya'ni ot kuchiga qarab turib narxi o'zgarar ekanda. To'g'ri. Narxi o'zgarib ketaveradi ot kuchiga qarab turib. Endi mana bu narsalarimiz nima endi? Bu narsalarimiz. Shtangil 600 litrligi, Taral firmaniki. Eng zo'r shtangillardan biri, xudo xolasa. Eka o bittami eka o? Yo'q, bu Makker uradigan kombayn 2 qatorli. Ha, Makker uradigan ha. Narxi 165 million. Bundan tashqari mini traktorlarimiz qanaqa endi? Mini traktorlarimiz 550 tor, 55 ta ot kuchi. Aha, 55 ta ot kuchi. Narxi 220 million bular. Bular 220 million so'm narxi. Bulardan ham bemalol ishlasa, necha gektargacha xotirjam ishlasa bo'laveradi buni? Endi nima desam bo'ladi? Tez katta yerlarda ishlasa bo'laveradi. Hali tezligiga qarab turamiz. Misol bu 1 soatda bajarsa, bu 1,5 soatda bajaradi. Shuni hisobi bo'ladi xolos, shunaqa. Bundan so'ng endi bu tashqarida mana bu narsalarimiz nima bular? Bular diskoya barana. Diskoya baravana bular. Diskoya barana. Nima vazifasi bular? 170 million pul narxi, 28 ta diskli, 61 diametr, diskli diametri. 140 ta ot kuchiga moslangan. 140 ta ot kuchi. O, sarig'imiz qanaqa u? Bu почвенный freza, 240lik. 240lik ya u. 240lik.
Bu nima vazifani bajaradi? U nima vazifani bajaradi? Yerda yumshatib beradi. Ha, yerda yumshatib beradi. Ya'ni yerda yumshatib beradi. Juda ham zo'r. Nima qanaqa ochiq holatdagilar ham bor ekan-a bu mini traktorlarda. Mini traktor 5 kabina varianti bor. Mana bu ham 55 ta ot kuchi, 195 million narxi buni. 195 million so'm. Orqasidagi ham o'sha bir xili. Orqadagi 354, 35 ta ot kuchi. 35 ta ot kuchi. Narxi 130 million. 454 chi. 454 kabina varianti, narxi 140 million. 140 million. Buni bez kabinasi ham bormi? Bor, xudo xolasa bizda tugab qoldi, sotib oldik, tugab qoldi, olib kelamiz yana Lekin xudo undan xolasa. zakaz berishsa, olib kelib beraverasiz. Albatta. Zakaz berilgan. Bularimiz qanaqa variantda? 654, 65 ta ot kuchi. Kabinali variant, narxi 265 million. 265 Va 5 kabina varianti ham bor, narxi 240 million. 240 million. Rasxod qanaqa bularda? Bular 4-5 litr soatiga ichadi, xudo xolasa. 4-5 litr soatiga. Bularda kilometr aytilmaydi, soat aytiladi. Soatiga aytiladi. Bunimiz qanaqa variant endi? 1054, 105 ta ot kuchi. 105 ta ot kuchi, Narxi 425 million. 425 million. Bu oldidagilari nima ma'nolari? Bu toshlari, protivoves toshlari. Ya'ni muvozanat saqlagani, mana shunaqa narsaga ishlaydim bular ko'proq. Juda ham zo'r. Hamza hammasini ma'lumotini berdik. Dastavkalarimiz bormi? Yo'q, dastavkani o'zi Toshkentdan mana shu yoqqa olib kelib beryapmiz. Ha, Toshkentdan. Mana shu yoqqacha, ha. Mana shu yoqqa berilyapti. Mana shu yerdan kelib olib ketadi. Mini olib ketsa bo'laveradi, kelib, ha? Bemalol minib olib ketsa bo'laveradi, bir yo'la olib ketgan bo'ladi. Mana shu yerdan minib ketsa. Ham bo'ladi. Ya'ni hech qaysi yurmagan bularda. Yo'q, xudo Yurmagan, xolasa yangi. yurmagan. Siz bemalol ekran nomerlarga telefon qiladigan bo'lsalaring, manzilimiz Yazamonda turibmiz, Yazamon ko'rigini oldida. Telefon qiladigan bo'lsalaring bir qator lokatsiyani tashlab berishaveradi. Kelib olib ketsalaring, xudo xolasa narxlari menimcha arzon deb o'ylayman. Unaqa qimmat emas narxlari, xudo xolasa o'sha Toshkentning narxi bilan Batay narxi bir xil. Bir xil, Toshkent bilan narxlari bir xil, xudo xolasa. Toshkent bilan narxlari bir xil. Bemalol do'stlar aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, chiroyli traktorlarni xarid qilishlaring mumkin. Do'stlar, obunachilashmanglar, bitta-bittadan like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring, qiziqroq kontentlar chiqarishga harakat qilamiz.